kadastrlar chiqqan 1 metr kvadrati $1250 shaharning zo'r novostoykasidan uy taklif qilsak olasizmi? Joylashgan joylarini ko'ring. Yujniga chiqib ketish. Shotastaveli ko'chasidamiz. Bu tomon shaharning markazi gospitalniy oldiga metroga ketish mo'ljal. Aziya Tashkent mehmonxonasi shuni to'g'risida joylashgan novostoykadan 3 xona $17500 ga uyimiz bosamiz. Детский площадкалari, domi ko'rinish. Ikkitadan liftlari bor, podyezdlari keng. Podyezdan kirish eshigimiz kenggina hol. Bu yoqda bitta sanuzel joylashgan. Bu uyni remont qilsangiz vashi zo'yi bo'ladi. Patologlari ham baland, kuxnyani kattaligini qarang. Gazlashtirilgan, o'tiradigan joylari bilan qilsangiz bemalol bo'ladi. Bu yoqda spanisi joylashgan, kadastrlar chiqqan. Bu yoqda bitta detskisi, hamma xonalarda oynaga bor. Bu yoqda bitta zali, uyimiz 12 etajli biznes klassi 10-etajda joylashgan. 3 xona 86 kvadrat, полноценный 3 xonali. Bu yoqda balkonlari, vidini ko'ring, Shotastaveli ko'chaga qaragan, Prestige Garden ham ko'rinib turibdi. Bu lokatsiya uchun narxi ham zo'r. Telefoningizni kutamiz, bosing.